Qariyalarda hozir 29-etajga chiqdik. Lift buzilib qolib peshkom chiqdik. 29-etajga charchab, mana shu ekoklinkerni berdi. Ipni tashlab, именно mana shu spustda ikkita konteynerda korzinkani o'rtasida 2 shtuk bor. 1 shtuk yoki 2 shtuk shuni qo'yib qo'ygan. Dedi, chiqib hozir ipni tashladik, qaranglar. Bilasizlar, 29 etajdan tashlab ip og'ir bo'ladi. Ipni bog'lab, endi tushmoqchi bo'lib tursa, hozir o'sha tevaroqda dedi, ipni tashlab bo'lgandan keyin aytibdi, ipini bir 5-6 etajga tashlab qo'ysang, tushib turib qaytib chiqib ketsam bo'ladi dedi. Endi hozirday qilib qarasam, onasi esa mashta turibdi-ku, bunga neujeli 29 etajga ip tashlaganim alam qilyapti. Hozir endi bu ipni ekosini totish azob. Spuskovoyda o'tkazib, hamma yoqda o'tkazib, tushamiz desa, уже qo'limda shunday qilib qo'yib qo'ysam bo'ladi-ku bu narsani. Jalka просто shuncha ipni ko'tarib totish, endi buni alpinistlar biladi, buni azobi qandayligini. Shuni qo'yamiz, endi ikkinchisi qayerda ekan? Ikkinchisini bilmadim lekin. Ey Alloh.